Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda ko'rishib turganimizdan bag'ayat xursandmiz. Bugun xudo xolosa 21-dekabr haftaning bozor kuni do'stlar. Hoziroq qor sapalab turibdi. Bugungi dollar kurs 1.195.000 so'mni tashkil etadi do'stlar. Do'stlar, shu videomizga maksimalniy like bosishlaringizni iltimos etib qoldim. Navoda yana bir Ataxon degan ekan, Bo'stondan qidirib kelib, ishida shunday setkilar borligini endi bildim deb. Ko'pchilik bilmaydi do'stlar. Kimgadir zaruriyati bo'lgan odamlara shu video maksimal yetib borish uchun maksimal like bosishlarini so'rayman. Bizning manzillarimiz To'rtko'l tumani, yine ko'rib turganingizdek, televizorning ro'parasida do'stlar. Ko'p videolarda ko'rsatib o'tganmiz, narx-navolarni ham aytib o'tganmiz do'stlar. 3D zaborlardan tartib rabisiya setkalarimiz, ya bo'lmasa дорожный setkalar, ya bo'lmasa ruloniy setkalarni 50 turidan oshiq xillari bor do'stlar. Rabisiya setkalarimizdan har xil ko'zlari bor, har xil simqalarligida bor nasib bo'lsa do'stlar. Kelaverasizlar. O'tgan videolarimizdan ko'rsatib o'tdik do'stlar. Yine bularni ham aytib o'tar ekansiz. Yine aplavka, sement, og'och mahsulotlarini so'raganingizda bemalol toparasizlar. Do'stlar, yine hamma razmerlardan bor, xudo xolasa sim qalinligi har xili bor. Yurtdug'allaringiz yine qalin simlarniki yine hamma razmerlardan bor. Keyin do'stlar, yine shu narsani qarang. Ya Ataxon yine shu narsani olib ketdi. Yine shu narsada. Yine toza yegan narsa bu. Bu 5 ga 5 tushuk 2 metr 2 metr degan tovuqxona uchun olib ketdilar shuni. Zo'r narsa do'stlar. Shu maksimalni shu videoda like bossanglar ko'pchilik odam ko'radi. Sizlardan endi iltimos, ko'p marta so'raganman, lekin kamdan kam like bosiladi. Endi ko'pchilikka bir manfaatli video bo'lib qoladi degan umiddaman do'stlar. Xo'p, 3D zaborlar aytib o'tadigan bo'lsa 1 metr bo'yi, 1.20, 1.60, 1.80, 2 metr dedim bor. Enlari standart 2,5 metrni tashkil etadi do'stlar. Sim qalinliklar 3lik, 3,5lik, 4lik, 4,5lik va 5lik simlarda bor do'stlar. Xo'p do'stlar, gabion setgan ular 2 metr 2 metr bo'ladi. Yoki bo'lmasa 1.82 metr, yoki bo'lmasa 1.52 metr, yoki bo'lmasa 2 metr 1 metr standartliklar bor o'ningi do'stlar. Kelaversa do'stlar, ko'p ishlaringiz bitib ketadi, xudo xolasa. Yana shudan kelib shu videolarimizni ko'rib turib, yana masalan mishalka olib ketib turganlar, aplavka olib ketib turganlar, shu bizani ko'rib bilgan natkanlar hammasi bu qo'llab-quvvatlaringizni iltimos etib qolaman. Navoza kimgadir manfaatli bo'ladi shu video, xudo xolasa. Sog' bo'lin, salomat bo'lin. Keyingi videolarda ko'rishguncha omonlikda do'stlar.